Hozir qarab boraman ha. Aka, hech narsa qilmadimi? Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Uzr aka, bilmay qoldim. Nimani bilmay qolasan? Dabdala qilding-ku toflini. Uzr aka, bilmay qoldim. Nimani bilmaysan? 500 dollarlik to'pli bu. Oyligimdan to'lab beraman aka. Uzringni pishirib ye. Tuflini pulini hozir joyiga qo'yasan. Seni oyligingni kutib o'tiramanmi men? Bor bo'lmasa boshlig'ingni chaqir. Akajon, uzr, ataylab qilmadim-ku. Sen meni qanaqa odamligimni hali ham bilmading shekilli, ha? Bor xo'jayiningni chaqir. Men bildim aka. Siz qanaqa odamligingizni. Tufligingiz qancha dedingiz? 500 dollar. Mana aka, 500 dollar. Mana bu o'g'il bolani ishi bo'ldi. Xo'jayini ko'cha ko'rgan aqlli bola ekan. Mebelga kelsa, boshqa kelamiz. Mebellar yo'qdi. Bo'pti. Yaxshi qolinglar. Shoshmanglar aka. Ha, yana nima gap? Tuflini yechib keting. Bu nima deganing? Tuflini 500 dollar dedingiz. Tuflini pulini to'ladim. Endi tufli meniki. Yechib ketasiz.